Men o'zimning to'rimda aytadigan bo'lsam, Xayrullo Shokirov distributsiya sohasi bo'yicha 2004-yildan 2025-yilgacha faqat mana shu distributsiya sohasi bo'yicha ishlab kelaman. Mana korxonamda kim bo'lsa ham 3 million oylik oladigan bo'lsa, 10 kun ishladimi 1 million avans ola oladi. Supervisor sehrli palichka hisoblanadi agent uchun. Supervisor shunaqa odam bo'lishi kerakki, agentdan kuchli bo'lishi kerak. Men ko'p joyga borganman, lekin shunchalik yozmaganman. Maşallah. Zo'r. Hamma narsa agentga bog'liq. Olmaliqda ikkita agent qo'yganmiz, agent tirillab ishlaydi-da. Angrenda nazoratimiz sal uzoqroq bo'lgani uchun ham agent sal oqsaydi, lekin u yerda supermarketda ko'plik.